Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Bugun Angliya Premyer Ligasida katta to'qnashuv Manchester City va Liverpool o'rtasida bo'lib o'tadi. Manchester City bugun Donnarumma qo'riqlaydigan darvoza bilan maydonga tushishi taxmin qilinmoqda. Taxminiy tarkiblarga ko'ra, o'zbek tomoshabinlari orziqib kutayotgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov hozircha tarkibda yo'q. Lekin oxirgi daqiqalarda u kiritilishi mumkin. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da start oladi. Jahon chempionati o'smirlar 17 J guruh ikkinchi tur doirasidagi Irlandiya va O'zbekiston o'yini bo'lib o'tdi. Afsuski, Islombek Ismoilov shogirdlari irlandiyalik tengdoshlariga 2-1 hisobida imkoniyatni boy berishdi. O'zbekiston o'smirlar 17 bosh murabbiyi Islombek Ismoilov Irlandiyaga qarshi o'yindan so'ng jurnalistlarning savollariga javob berdi. Oldindan raqib qanotlardan hujum qilib, asosan 11-raqamli o'yinchisi orqali o'ynashini bilardik. Bunga tayyorgarlik ham ko'rgandik. Ammo ikkita vaziyatda e'tiborni yo'qotdik va raqib o'z imkoniyatlaridan foydalanib ketdi. Bizda ham vaziyatlar yuzaga keldi, ammo ularni golga aylantira olmadik. Shunga qaramasdan futbolchilar qo'llaridan kelgancha harakat qilishdi. O'yinni ko'rib, tahlil qilib chiqamiz. Albatta ko'rinib turibdiki, raqib o'yinchilari bo'y jihatdan ancha baland. Shu sabab ikkinchi qavatda juda qiyin bo'ldi. Bizning qanot himoyachilar va raqib o'yinchilarining bo'ylari o'rtasidagi juda katta tafovut bor. Nasaf 8-noyabr kuni bo'lib o'tgan Superliga 28-turida o'z maydonida Mashalga 1-2 hisobida yutqazib qo'ydi. Hozirda Nasaf turnir jadvalida 58 ochko bilan ikkinchi o'rinda. 29-turning o'zida ularning asosiy raqibi Neftchi chempionlikni rasmiylashtirishi mumkin.